Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Bugungi bozor bugun mana shu 12 millionlik yuk yig'dik Qashqadaryoga. Qopni ko'ryapsizlar, emasdan turishlangan. Qilt etdi. Shu qopimiz 12 millionlik bo'ldi. Xudo xolasa agar 5-600 ming nari berilsa bo'lsa, keyin ikkita pochtamiz bor. Bular pochtadan ketadi. Bular pochtadan chiqaramiz. Yana ikkita mayda yuklar bor. Bu Qashqadaryoga ketadi xudo xolasa. Biz hozir Qo'qon shahridagi stoyankada turibmiz. Erchizor degan stoyankada. Bu yerda hamma viloyatlarga mashinalar bor. Hozir mana shuni yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu 75, bunaqasi 70, buni 70. Keyin mana bunda avtokrallar ham bor. Xullas, uralar, turli tuman mashinalar bor. Chetdan yuk chiqarsalar ham bo'ladi. Bunday kunlarimizni ham yig'ib olguncha yine dedik. Hozir charchoq o'tdi o'zi ham. Bizga zakaz beringlar, biz bilan hamkorlikda ishlanglar. Bizga nima deydi? Hamkorlikka chaqirib qolamiz. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87. Shunda Telegram bor. Telegramga saqlanib Telegramga o'tsanglar, Telegram kanalimiz silkasi qo'yilgan. YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.